Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026 yılı 5. ayının 16 günü shanba. Ben 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Ben Amerikadagi Los Angelesda yashayotgan Erkin Sidiq. Oldi bilan o'tgangi qatimliq videoda deyamagan bir gapim bor, shuni bir davolay. U bo'lsa-mu 4-ayning 28 kuni biz ustozimiz Islomjon Sharifdan ayrilib qoldik. Ben şu çağda ötkenki videoda bunu bir tılık ağantım ama diyemegen bir gepim başını bir davalay. Sizler şu her qatim meniki videomni ko'rayotgan vaqtinglarda arqamdagi kitap qo'ydigan uskunning ustida ikki xaltani ko'rsizlar. O ikki xaltada un bor. Bizniki vatandan kelgan un. Hozir arqamdagi xaltalar shu. Vatanda kelgan un. Unniki ismini bir aytay sizlarga. El Nuri degan un. Mushu unni Islomjon Sharif akamiz bundan 10 yillarning oldida vatandan kelgan chaqda vatandagi bir gruppa o'tirak yoshlar Islomjon akaga birib tikan Amerikadagi Erkin Sidiq akamizga g'ash bosingiz deb. Shuning bilan Islomjon aka bu ikki xalta unni ko'tarib menga akib bergan. Shundan yoqi bu un mening orqamda qo'yg'uliq. Shunga amaliyotda butun dunyoda Islomjon Sharif akani eng ko'p eslaydigan kishi men. Har kuni shu xizmat uyimga kirsam, uni ko'raman endi. Bu xaltaniki har birisi 3 kilogramdan jiqroq keladi. Shunaqda 6-7 kilogram unni vatandan Islomjon Sharif akamiz ko'tarib akib bergan menga. Bu men shuni bakman qadrli narsa. Şuna davamlı ko'rib turman buni. Shuni o'tganda ma'lum sabablar tufaylidan diyemedim sizlarga. Bugun bir deb qo'yay dedim. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. O'tgan qatimlik videoni ishlab bugungacha 2 haftaning ichida Uyg'ur Project Fondiga yana 6 nafar qarindoshimiz pul yana qildi. Eng töveni $20, eng yuqorisi $200. Bularning ichidan 2 kishi o'zining shirkati orqali yana qildi. Qolganlari Uyg'ur Project Fondining torbeti orqali shunga buni bir tilga qo'ydim. Bu pul yana qilgan qarindoshlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Uyg'ur Project Fondidan sizlarning yordaminglar bilan biz to'xtamay qo'limizga kelgan bir qism ishlarni qilish imkoniyatiga erishyapmiz. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Yaqinda mush oldingi 2 haftaning ichida Uyg'ur Project Fondi Uyg'urlar degan jurnalning 2 sonini to'g'ri chiqardik. Onun birisini 4 may kuni 70 son, yana birisi 11 may kuni 71 son. 2 sonni chiqardik. Bo'lsa ko'rib qo'yinglar. Bu jurnaldagi mazmunlar vaqt xarakterlik emas. Vaqt bilan ko'nirib ketadigan narsalar emas. Nihoyat muhim mazmunlar bor. Shu ishni qilayotgan qarindoshlar intayin jafoliq ishlaydi. Hech qanday ta'minlash vaqti yo'q. Ko'pincha pidoi bu ishni qilayotganlar. Bo'libmi bu ishning mas'ul bo'layotgan inimizmi pidoi ishlaydi. Nihoyat jiq vaqtni sarf qiladi bu ishga. Shunga bo'lsa ko'rib qo'yinglar, aniga taqib qo'yinglar. Andan keyin Uyg'ur axborot markazimi biz to'xtamay videolarni chiqarib turyapmiz. Nima milliy ruh degan mazmun ostida Uyg'urlarning tarixiga oid mazmunlarni chiqaryapmiz. Men sizlarga bir narsa eskartib qo'yay. Mayli bizniki videolarimiz bo'lsin yoki jurnal bo'lsin, bu hech qanday odam jalb qilib pul tepishni maqsad qilgan emas. Sizlarning xabaringlar bor. Biz bu narsalardan hech qanday iqtisodiy kirim qilmaymiz. U butunlay millat uchun bu ishni qiladigan ko'pincha qarindoshlarimiz pidoi ashta qiladi. Ashta bo'lg'achqa biz bu ishlarda yolg'onchilik joli qilishimizning hech qanday zurriyati yo'q. Bo'libmi tarixiy mazmunlarga kelsak, bu ishning ichida intayin tarixdan yaxshi xabar bor odamlarimiz bor bizniki.
Şuna bununla qandaqdı bu işlərə intan əstaylı müamilə qılıdı. Tarihi paketlərə intan əstaylı müamilə qılıdı. Şuna bu işin məzmunu haqqında əgər andan bunday gəplərni anlap qalsanlar parva qılmanglar. Əgər videonun məzmununda həqiqətən məsələ barkən deb qaraydigan adamlar qarindoshlar bo'lib qolsa, meni izlasanglar bo'ladi. Sizlarga biz vaqt yo'lida javob bera olamiz. Qotgan har bir ishga biz mas'ul bo'la olamiz. Şunu bir eskartib qo'ydim. Andan keyin yana bir ish, men o'tganki videoda İstanbulda 20 sessiya degan faoliyatga tushgan maqolalarni tahrirlaydiganga yordam kerak degan edim. Meniki chaqirig'imga ovoz qo'shib, men bilan 5 tak qarindoshlar aloqalashdi. Shunga maqolalarniki jami maqolaning soni 30 ga yaqin. İşte bu boshqa hozir tahrirlarimiz naydi. Endi yetarli tahrirlarga erishdik biz. Men bilan aloqalashgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ba'zanlarga texnik maqolani maqdirib olmadim. Balash ishi tugamagan bo'lgani uchun men patiqani maqdirman. Bo'libmi mushu qarindoshlarniki meniki chaqirqimga ovoz qo'shish mushu ahvolidan millatniki ro'yi texi o'lmaganligini ko'rib olgan bo'ladi. Endi mana shunday sayar ish qiladigan ishlar bo'lib qolsa, bizga endi yetarli sonda qarindoshlarimiz chiqib o'tadi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu videoniki nima? Jurnallarniki rasmini ko'rsatmayman deb o'tib qolibman. Bu 70-son. Ondan keyin bu 71-son. Mallarni ko'rsatmayman deb o'tib qolibdim. Ondan keyin yaqinda Shveysariyadagi Nuriya singlimiz burun vatandan aytib ta'sir qo'zg'agan bir maqola bor. O'rinish ichida ilgirlashdi. Shu maqolani o'qib 4 qism qilib, video qilib chiqarib, yaqinda torlarga chiqaribdi. Men aytib suyundim. Bunga men aytib ko'p ajr ketadigan ishandi. Bu singlimiz to'xtamay, mustaq Uyg'urlar ichida aytib yaxshi ta'sir qo'zg'agan dağınlıq kitaplarını o'qib taqtıvatıdı. Bu maqala aynı vaqtda 88 yılı naydı çoğun ta'sir qo'zg'agan vatanda. Bunlar biz uchun foydaliqdir. Hurmatli qarindoshlar, bugun Shuni misol taqaydim. Bu maqolada aslidagi o'rnish ichida ilgirlash degan maqolada Yaponiyadan yangi qaytib kelgan Xinjiang Universiteti fizika fakultetidagi yosh o'qituvchisi degan gap bor. U aslida meni ko'zda tutgan aslida burungi maqolada 88 yil e'lon qilgan maqolada mening ismim bor edi. Shu yerda Erkin Sidiq degan ism bor edi. Yaqinda Nuriya singiz o'qigan bu mazmunda mening ismim chiqmagan ekan bu qanday ishdi deb izlab baqdim men. Mendan bir kitob bor. Abdüşkür Memtimin malum hakkında çıkan 2016 çıktı vatanda. Kitabın ismi o'rnish ichida ilgirlashmaydi ba'da ekanmaptimi. Kitap üstünde bağ. O'rnish ichida ilgirlash. Shunchada maqolama bor. Shu maqola qarsam shu yerda mening ismimni chiqarib o'tibdi. Keyin nima Nuriya singlimiz bilan paranglashib qoldik oraliqda. Uning bilan gap chiqib, u singlimizning qo'lida Uyg'urlardagi islom madaniyati degan Abdüşkür Memtimin muallimniki bir kitob var. Shu kitobni o'qibdi. Uningdimi meni ismimni chiqarib o'tibdi. Bir yerda X deb labdi. Xinjiang Universiteti fizika fakultetining o'qituvchisi X deb labdi. Men bu kitobda ismimni atamaylam o'tib ketib tashla. Chiqilib aslidagi maqoladan meni ismim o'chirib ketibdi. Bu kitoblarga chiqqan chog'da uni tushunishga bo'ladi. Men nima 5 iyul vaqasidan keyin Xitoyninki nazirdagi birinchi darajalik dushmanligi biz bir bo'lib qolgan. Ashta bo'g'ashqa bundaq herhalde oxirgi kitob 2016 chiqibdi. Endi bu kitoblarni chiqara olibdi vatandagilar. Shunchalik xatarlik bo'lsinmi, yana işte ishlarni qila olibdi. Shundan aytib suyundim. Sizlarga men aldab qo'ydim bu ahvolni. Andan keyin Shvetsiya Uyg'ur birligi shu 6-oyning 27-kuni merhum Kurashkusan qarindoshimizniki bir qarindoshimizni xotirlash faoliyati o'tkazmoqchi Shvetsiyada.
agar imkoniyati bor qarindoshlar bo'lsa qatnashinglar. Yiqroq bo'lgan bo'lsa men cho'qim bordim. Kurash kusan qarindoshimiz bilan men ko'rishib boqolmagan qat'iy ko'rishib boqolmaykin vafot bo'lgandan keyin intayin o'kindim uningga. Ondan keyin shu kurash kusan niki singlisi Munavvar singlimiz bilan tanishib, ularni yo'qlab berib, ondan keyin kurash kusanniki qabrlarga berib asar qildim men. Lekin ömrümdə onunla bir qatim görüşüş imkaniyatim bo'lmadi. Agar mana shu faoliyatga vaqtinglar imkoniyati bor qarindoshlar bo'lsa berib qatnashinglar. Menga sal jiroq oraliqda chet elga chiqadigan bir nechta safarim bor. Shu muvaffaqiyatga borolmayman. Undan boshqa 6-oyning 6-kuni bir top Uyg'ur ziyolilari pedagog Abdulla Talib ustozimizniki tug'ilganligining 100 yilligini xotirlamoqchi Istanbulda 6 kuni. Agar imkoniyatinglar bor bo'lsa, buni berib qatnashib qo'yinglar. Bu muhim ishlarniki birisi endi hozirgi vaqtimizda. Men uqtirishni bir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. To'g'riga Facebook chiqarib qo'ydim men. Facebookda boshida bo'lsa-mu hozir bu e'lon qilindi bu faoliyat 6-oyning 6-kuni İstanbulda. Agar qatnashasanglar berib qatnashinglar. Men unida kerak yana bir safarim bordi. Yevropa qildigan. Men ishniki vaqtini baldir bilanmay biletni birlashtirib olmabdi men. Biletni o'zgartirmay qoldim. Bu faoliyatga men borolmayman. Ama bir qisqa maqola yozib bermoqchi buningga. Anaki yana bir ish Uyghur Project Fondi yordami bilan tayyorlangan bir bolalar videosini men tunugin Facebook'a, YouTube'ga chiqarib qo'ydim. Bu turning ichida jami 10 video bor. Mana birinchisi, men bu qarab qo'yaymi edi. Sizlar qo'yib olayman deyman. Mana birinchisi qolganlari bundan keyin chiqadi, bir-birlab chiqishga boshlaydi. Bu kitobniki, bu videoniki 6 qismiga biz Uyg'ur Project Fondidan yordam qildik. Qolgan 4-ni qolgan 4-ni Uyg'ur yar, qolgan 4-ni chiqimni Uyg'ur yar o'zi chiqadi. Ashta qilib bu videolarni ishlatdik, bu bolalarniki nimiz to'g'riliq. Men miyadlarni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Facebook chiqarib qo'ydim, Facebookda bor ko'ra olasizlar. Mana shu kishidan ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Bu videolarniki she'r qo'shiqlarning tekstini Abdulla Ayub inimiz o'zi yozgan. Ondan keyin bu muzika video ko'rinishlarni O'rta Osiyodagi bir to'p qarindoshlarimiz qildi. Buni ham qilyapti hozir. Ashta qilib bu ishlar bitdi. Jami 10 video. Bundan unumli paylaşımlarını umid qilamiz. Abdulla Ayub inimizning aytdi ko'p jafo chekdi bu ishlar uchun, jafo chekyapti, boshqa ishlar uchun shunda to'xtamay tirishyapti. Bu inimizga qanchalik rahmat aytsakmi ozlik qiladi. Ondan keyin bu yil 1-maydan 4-maygacha Londondagi Uyg'ur jamoati, Norvegiyadagi Uyg'ur yar fondi va bir turkum Uyg'ur suyar fidokorlar 14 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash faoliyati o'tkazdi Londonda. Bu faoliyat intayin yaxshi bo'ldi. Men xabarlarni ko'rib turdim. Garchi bormagan bo'lsam-mu, bu ishni o'rlashtirgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Jafo chekdinglar. Maniki bir ko'rinish bor, shuni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Endi
Uyg'urlarniki Uyg'urlik kimligini keyingi avlodlarga o'tkazib berish, yosh bir avlodni Uyg'ur qilib tarbiyalash jihatdan mushta faoliyatlarning ahamiyati bek zo'r. Bu to'g'riliq burun ko'p paranlar bo'ldi, davomli bo'lyotdi. Bek uzun to'xtalishniki hojati yo'q deb o'ylayman. Andan keyin yaqin chiqqan bir xabar. Bizning Yaponiyadagi Arfiya singlimiz O'zbekistonga bordi. O'zbekistonga berib, O'zbekistondagi O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlarga qanday baho berasiz? Rahmat. Men o'zim onam o'zbek. Bu qatim birinchi qatim O'zbekistonga ketishim. Shunchalik xursand bo'ldim. Bugungi yig'indami Konotaro parlament a'zosi bilan, ministr bilan shunchalik uzoq vaqt O'zbekiston va Yaponiyaningki bundan keyingi munosabat to'g'riliq cho'nqur gap so'z qilishdik. Shunchalik xursand bo'ldim. O'tgan yil 12-oyda buningdan chet eldagi Uyg'urlar nihoyatda suyundi. Nemishqa deganda Uyg'ur tiliniki davlatlararo diplomatik munosabatga ishlatilishi yaqinqi zamonda. Ashuniki bir misol bo'lib berdi bu. Shunga qarindoshlar intayin suyundi. Haqiqatan bu faxrlanishga tegishlik Arfiya qizimizdan faxrlanamiz. Yaqinda bo'lgan yana bir ish 5-yangi 14-kuni payshanba kuni Amerika parlamentining Xitoy ijroiya komiteti bir isbot berish yig'ini o'tkazdi. Bu yig'inda Gollandiyadagi Qalbinur Sidiq singlimiz isbot berdi. Buni mustaqil bir qatim deb qo'ydim. Isbot berganniki ko'rinishini topa olmayman. Ishni qarab boqay. Men tayyorlab qo'ygandim. Bir qo'yay. Parlamentida Xitoyning organ atkazchiligi va majbur holda tutqunlarning organlarini elib olish haqida guvohlik faoliyati o'tkazilgan va bu faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyining taftishi Gollandiyadagi Jasur Lager shoidi Qalbinur Sidiq xonim guvohlik bergan. Mazkur guvohlik faoliyatida Kommunizm qurbonlari xotir fondining Xitoy tadqiqoti bo'yicha yuqori darajali tadqiqotchisi Bu faoliyatga yana boshqa bir qism Uyg'ur faoliyatchilarim qatnashdi. Rushan Abbas singlimiz, Abdukem İdris inimiz, yana boshqa qarindoshlarmi mushtaq ishlar uchun tirishchilik ko'rsatgan barliq qarindoshlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Jafo chekyapsizlar. Endi bu yangi so'zlagan ikkinchi mazmun vatan haqidagi videolar. Shuni nazar ko'rsatib qo'yasizlarga. Yine yaqında mındaq bir Uyg'ur qizlarini Xitoyga tunishtiradigan e'lon chiqdi. Bu ish uzunroq davomlashyapti hozir ham bek oshkor bo'lib ketdi. Mushuni yandab yana bir video chiqqan, uni ko'rsatkim yo'q. Bir Uyg'ur balaniki cho'shqa go'sht yeb turib Xitoy hukumatini oqlab qolgan gaplari bor uningda. Odam chidig'ili olmaydi. Uni ko'rsatmay turay. Anından keyin qog'iliqqa sayohat degan bir video chiqdi. Demek degende hoş qog'iliq xalqi böyle bütün yer urug' chiqqanlar ham g'azab shoshtirsangiz, bu ta'til mezgilda ballarlarni ya yurib shamol yeyishni bilan gelmasanlar shamol vayan deb turadi. Hamda turvatqa yog'ib qolsa, mal taraf mana hoş baza ishidan zo'ngdan yeyis chiqish taraf desak, mana yo'ldan keldik. Ma viska zo'ngdan oyoq ikkinchi kanat. Şunun bilan bakana qarasanglar mana chaqtiligi va darvozaga mechon sayohat o'rni ha. Voy, mashinlar voy yozib. Tizlik qilinglar, tizlik nima ish qilyaptilar? ish qilamiz, yozib o'tadimizga sayohatchilik qilib olamiz deb keldi. Izdan bek jiqiyal va mashinalar sirtma shu patmagan mashina o'xshamam da. Adam bekcha. Endi mana shundan chiqib qoldik yozim.
Kağılık vurup çıkalarımız burada bir yazılı vakti feyze bir tamak çıkıdığan. Ama işte yakşı bir orunlarını tavsiye kılsınız depti. Ma video mendeki Facebook'umda var. Şu yerden kırılanlar. Hemsini tepsili kösetsem vakit yetişmeydi. Takamakan qumluqninki o'ttirsiq sizlar ko'rib turayotgandagidek 5 yulduzlik mehmonxonadan bir nisabda bugun men malayda o'zim bir ko'rib kelay deb kelgandim. Bu yerning muhiti haqiqatan bo'lgan mal suzish ko'lchiki. Ammo yotoqninki sharoiti buni to'rt atrofdan shu qum barxanlarini ko'rib turalik ekanmiz. Sayyoh bo'lgan vaqtimizda to'ng'iz ko'rdik, bu yerda qum dengiz ko'rganmiz. Bu yerninki buni ko'rgan yotoqning sharoiti shunchalik. Ammo atrofida hech kim yo'q. Teklimakan kumluqaga mehmonxona saptı. Şuna onaki uyuna sırta çıksanız kum kırdı ekansiz. Andaken Qarqashdagi Xotan teshi haqida bunu sayohat uchun tayyorlangan bir video. Qara qo'rimtiqdan iborat bu dunyodagi hayvat tog'lar o'ziga eng qimmatli boyligi Xotan Qashdashni Xotan xalqiga hadiya qilgan. Qarqash degan bu ism hammamizga notnish emas. 1500 yil burun aqlli Qarqash xalqi mana bu yerda ham qog'ozni ijod qilishga boshladi. Undaq bo'lsa biz bugun mushu Qarqashdagi ham qog'oz ko'rgazmaxonasiga kirib bu yerdagi aql farosatlik Xotan xalqining ham qog'oz yasash jarayonini to'liq bir ko'rib chiqaylik. Bu muzeyxonaning o'rni bo'lsa mushu Xotan Qarqash nahiyasidagi Qo'rchoqchi bozorda bo'lib, kirgandan keyin bizga berilgan ta'siri intayin qadimiy tasvirlar. Hech qanday Uyg'urcha xatmi yo'q. Anadan keyin yana bir video chiqdi. G'uljidagi 8 cho'ng yaylaq deb. Bugungi 8 cho'ng yaylaqning qaysi eng chiroyli sayohat chiqqanda tanlab bo'lolmayapsiz. Undaq bo'lsa men sizga bugun bir-birlab tushuncha beray. Buning birinchisi bo'lsa Aqtas yaylaqi yana mushu Tikkes nahiyasida Nayichiga arallam 30-40 kilometr keldi. Kirish piltim 75 qo'y nahiyat azan. Yaylaq o'zimi nahiyat chiroyli. Ikkinchisi bo'lsa yaylaqlar shayi Qarajun. Qarajun mushu G'uljidagi eng chiroyli yaylaq. Aniki mushu Windows ekranining yuziga chiqqan yaylaqning birisi. Qarajun, cho'ng Qarajun, kichik Qarajun deb bilingan bo'lib, cho'ng Qarajun, mushu yaylaq kichik Qarajun degani. Men bularni ko'rib naytda o'kindim. Nimishqa degan chog'da men ko'p baxmagan bu yerlarni. Dunyodagi nurg'un joylarga bordim. Bu videoni ko'rgandan keyin vatanimizniki naqadar go'zalligini his qildim o'zim, ammo ko'p qish imkoniyatimiz yo'q. Hozir o'zimizniki to'liq ayri, cho'ng ayri, urug' tuqqanlar boy joylarni ko'ramaymiz, mandaq yerlarni ko'ramaymiz. Aytaq bir holga kirib qoldik. Vatan intayin go'zal ekandik. Ondan keyin yana birisi yakada chiqqan bo'ron 2026 yılı 5. ayının 5. günüsü. Bak yelkende çıkan boran mavi. Deşe çıkıvatıdı. Mavi buna dağlı olduğunun görünüşü. Yelken dağlı oldu. Deşe çıkıvatıdı ya boran. Oy yey. Anandaki bir video çıktı. Bunun da bizim vatandaki kümürkenini dünya boyunca en çoğun dep aptı. 世界最大整装煤田新疆准东煤田，煤炭储量达3900亿吨，堪称我国能源领域的超级家底。按中国年煤炭使用量31.63亿吨计算，足够全国开采使用120年以上。单层煤层。 Deydi bizim vatandan çıkan şu kümürkeni bütün Xitay devleti 120 yıl işletişke yetedi ki. Şu derecede çoğun ki. Malani maşınca göstereyim ki. Ende Amerika dünya haberi götümen. Haberlerde bana Trump bir top adamını başlap Xitayga ziyaretke bağdı. 13. maydan 15. maygaçılık
Yüzden başka bir oğlunu, kelinini yapmadı. Anından keyin Tashqi ishlar ministri Rubio, Davlat mudofaa ministri Haksas, andan keyin yana biri nima savdo maslahatchisi deyman, ama nimasini unutib qolibman mansabini. Besant, undan boshqa Amerikadagi eng chong shirkatlardan 17 shirkatniki birinchi qo'l boshliqlari bor edi. Buning ichida Elon Musk bor, olma shirkatiniki Tim Cook, andan keyin Nvidia degan sun'iy qilish uchun yerim o'tkazgich zapchastlarni ishlab chiqaradigan Huang degan Xitoy. Bu Xitoy olib qolibdi ekan dastlabda. Olib qolib keyin Trumpniki aeroplanlar uchib bo'lgandan keyin bu olibdi, bu odam biroz harakat qildi deyman. Keyin Trump o'qib, shunga uni darhol kelgin deb Trumpning aeroplanini Alaskaga mayqachlaymiz deb qo'ndirib, andan keyin bu Huangni aeroplanga chiqarib buni apadi. Bu Air Force One degan Amerika prezidentiniki aeroplani olibdi mayqachlamizmi Xitoyga bora oladi. Masalan, bizmi davomli Xitoyga, burun Xitoyga borgan chog'da hargiz olibdi mayqachlagan yo'q. Lekin bu qatim aeroplan Alaskada to'xtadi demiş. Huang degan Xitoyni chiqarib olish uchun. Ashta qilib nurga damla bordi, ashta qilib bir cho'ng bir 3 kun dag'dug'liq ziyorat bo'lib, bu ziyoratni tunagun tugab Amerikadan odamlar qaytib keldi. Sizlarga shuning bir ko'rinishini ko'rsatib qo'yay. Kechiringlar, men hammasini tayyorlab qo'ygandim. Menimcha Uyg'urlarniki ko'pinchisi bu sayohat va sayohatda ko'rinilgan sayohat haqida chiqqan ko'rinishlar bulardan rahatsizlandi deb o'ylayman. Men shundoq. Bo'libmi Xi Jinping bilan Trumpniki bir-birini maqtab ketishlari, ikki davlatniki munosabatini maqtab ketishi odam bak hayron qoladi. Xi Jinping degan bir cho'ng jallod, millionlagan odamni o'ltirgan, millionlagan Uyg'urlarni o'ltirgan masalanga. Ashundaq bir odam bilan dunyo yana mushtaq munosabat qilishyotdi. Hozir buningdan 30 yildan burungi ahvol bilan solishtirgan chog'dami insonlarda o'zgarish bek cho'ng bo'lib ketdi. U nima degan chog'da normal insonda numus, g'urur, vijdon, sharaflik, iftixor tuyg'usi degan narsalar bordi. Hozirgi insonlarda bu narsalarni topib bo'lmaygan bo'lib qoldi. Bir qism insonlarning masalan shu Xi Jinping, Trump degan o'xshash ashtaq yuzini daptaq qilib yana bir-birini maqtashib yuryotdi. Shunday bir jallod, cho'ng jallod bilan. Ajoyib. Men ish qilib shunchalik men ko'rdim, qiziq narsalarni ko'rdim. Lekin shunchalik rahatsiz turib ko'rdim endi buni. Trump bu nimani bu kirish jarayonlarida ancha-muncha ijtimoiy tarmoqlarga bilan silib intayin karamat kelishimlarni tuzatdik u bu deb ashaq dedi. Lekin amaliyotda bo'lsa unda ishlar ancha bo'lmaydi. Masalaga yana bu to'liq deyman. Erishgan azroq natija bor. U nima degan chog'da Xitoy Amerikadan 200 dona
Boeing aeroplanını setib oldigan bo'ldi. Buniki 200 dona setib oldigan bo'ldi. Ondan keyin 750 aeroplan setib olish ehtimolligimi bor bo'ldi. Undan boshqa Amerikadan yana necha yuz aeroplan motori setib oldigan bo'ldi Xitoy. Bu narsalarga ishongan qilib bo'lmaydi. Xitoy burundan tortib bu Amerikadan bir setib olaman degan narsani Amerikani bo'zaq qilishdagi bir taktikasi vasitasi qilib ishlab kelyotdi. 2016 yilda Trump prezident vaqtida 2020 yillari Xitoy nurg'un narsalarga kelishim tuzgan, ammo hech qaysini ijro qilmaydi. Bu to'g'risida gapirmayman. Endi Xitoydan Amerikaga bergan va'dasi shu 200 Boeing aeroplan setib olmoqchi. Yana nurg'un Amerikaniki mash, neft, andikin suyuqlashtirgan gaz, mushtaq narsalarni setib oldigan bo'ldi Amerikadan. Amerika bo'lsa bu qitim garchi u yerda shirkat, eng chong shirkatlarniki boshliqlarini yapgan bo'lsa-mu, ular bilan Xitoy o'rtasida boshqa chong kelishim tuzilmaydi qat'i. Bunun ichida o'tirg'i chiqqan bir gap, Nvidia'niki sun'iy aql uchun ishlatiladigan H200 degan yer yetkazgich zapchasi. Mushuni 10 Xitoy shirkatiga setib bo'lgan. Bu to'g'ri, bu qatam endi bu gap ozroq chiqdi, bu jihatdan o'zgarish yo'q. Dastlabda Xitoy olman degan chog'da Amerika bermadi. Keyin Amerika beray degan chog'da Xitoy olmaymiz dedi. Sababi nima desa, mush zapchaslarning ichiga Xitoyniki shu zapchasini ishlatgan uskunlardagi ma'lumot uchurlari, axborot uchurlarini o'g'irlaydi deb ishonmay Amerikaga bu H200 degan AI chip deydi, buni zarchini setib olishni to'xtatib qo'ygan Xitoy. Bu jihatda ancha jiq o'zgarish bo'lmadi. Endi bu yerda bir gap bor. Nima uchun Amerika bu sun'iy aql zapchasini Xitoyga sotadi degan bir gap bor. Amerikanikimi gili biroz bo'g'uqliq. Haligi kam uchraydigan metal. Uni Xitoydan olmasa bo'lmaydi. Lekin hozir Amerikaliklar ishlatayotgan davolanish dorilari buning 80%'ida Xitoyda ishlanadi. Agar Xitoy bilan butunlay munosabat buzilib ketsa, mush sohada Amerikaning gili bo'lib qoladi. Endi magnit, kam uchraydigan metal degan bir magnit bu sanoatniki nurg'un sohalar ishlatiladi. Hozir buni Xitoy butunlay monopol qilib oldi. Amerika bog'lanib qoldi Xitoyga. Boshqa shu sun'iy aql ishlatiladigan zarcha jihatlarda Xitoy, Amerika Xitoyga biroz yo'l qo'ymas bo'lmayotganlarga qoldi. Bu qatim shu Xitoydagi sayohat jarayonida Xi Jinping Tayvan o'tirisini o'tirib chiqadi Trumpga. Bu Amerika Xitoy o'tirisidagi munosabat ichidagi eng muhim omil dedi. Agar bu ishni yaxshi bitirib qilmasak, Amerika bilan Xitoy o'tirisida ziddiyat, hatto to'qinishlar kelib chiqishi mumkin deb tahdid solgandek gaplarni qildi. Lekin Amerika qat'iy gap qilmaydi, Trump bu to'g'ri qat'iy gap qilmaydi. Bu Rubio bo'lsa, Tayvan masalasida Amerikaning maydonida hech qanday o'zgarish yo'q. Tayvan bilan Xitoyning Tayvan Xitoy munosabatini hech qanday shaklda o'zgartirishga Amerika qo'shilmaydi. Burun qanday bo'lgan bo'lsa, shu birinchi turi urdi degan gapni qayta ta'kidladi. Tunugun men anglagan ba'zi xabarlarda Trump bilan Xi Jinping ayrim paranglashgan vaqtlarda bu qatim Xi Jinping 2 kun Trump bilan birga bo'ldi. Nega bo'lsa birga o'ynatdi munosabat qanchada. Qo'lni itlab o'ynatgandek mumkin. Shu jarayonida Xi Jinping bir qatim so'rabdi Trumpdan. Agar biz Tayvanga hujum qilib qolsak, sizlar qo'g'damsizlar Tayvanni degandekroq gapni qildi ekan. Trump debdi, men bu ishlarni bilgan tilga og'im yo'q. Men sizning savolingizning javobi bor. Bu javobni faqat men bilaman, ammo uni sana degim yo'q deb o'tkazib o'tibdi. Demak, Amerika dastlabda Trump qatim Xitoyga berishdan burun
Tayvanni titretamdikin deb nurg'a odamlar intayin andish qilgan. Lekin unda ishlar bo'lmadi. Unda ishlar bo'lmadi, abayatan deganimdek savdo ishlaridimi burun o'ylagandek unda cho'ng ishlar bo'lib ketmaydi bu ishlarning orqada. Trump mushqatim nimaga Amerikaga menishdan burun Amerikadagi Xitoy konsuli Amerika uchun 4 qizil sizikni sizib bergan. Mush sizikni o'sang bo'lmaydi deb. Birinchisi Tayvanniki mustaqilligini qo'llamaysan. Ikkinchisi demokratiya hamda kishilik huquq bu ishlarni o'tirg'a chiqarmaysan. Uchinchisi Xitoyniki siyosiy tuzumni o'zgartirish jihatda ish qilmaysan yoki butunlikka qilmaysan. To'rtinchisi Xitoyniki taraqqiyot huquqini cheklasang bo'lmaydi degandek 4 naslni chiqargan. Burun Xitoy o'zining shuari sifatida tinchlik bilan taraqqiy qilish degan narsani ta'kidlagan xalqaro sahnalarda hozir bu gaplarni o'zgartib, 4 qizil siziqni o'zgartdi bu qatam Xitoylar. Endi mushqatimki suhbat jarayonida Trumpniki shig'i degan shig'i bayroq Xi Jinpingdan talab qilgan narsasi İran masalasida İranniki Amerikaniki talabiga bo'ysunishi jihatda Xitoyni yordam qilsang deganda bu jihatdan yordam so'radi nima. Mushatdan burni tatib deyilik bu Xitoyni yordam qila oladi deb. Lekin bu qatim Xi Jinping degan jallat nima o'zi debdi. Shu İran masalasida biz sizlarga yordam qilmaymiz debdikan. Buningga nisbatan Trump İran masalasida biz Xitoyniki yordamiga ehtiyojimiz yo'q degan gapni dedi. Trump'ın dedi, Rubio'm dedi bu gapni. Başkalar mı dedi Amerika'nın rehberlerinin içinde. Endi hazır Amerika Xitoyniki va'dasida tumaydiganligi jihatda Xitoyni bek tushunib ketdi. Nimishqa desanglar 2020-yili Trump bilan Xi Jinping savdo suhbatlarini o'tkazib bir qism kelishimlarni tuzgan. Masalan, Xitoy Amerikadan 200 milliard dollarlik mahsulotlarni sotib olmoqchi bo'lgan yezlik mahsulotlarini, undan keyin fentanyl degan zahar haqidami Xi Jinping Trumpga bevosita bizni to'simiz deb yuzgil degan bu gaplarni. Lekin bu ishlarni hech qasini qilmadi. 200 milliard dollarlik olmoqchi bo'lgan narsalarni 40%ni olib qolgan olmadi. Undan keyin Hong Kong ishida 1984-yili Angliya bilan Xitoy kelishim tuzgan. Hong Kongniki tuzumi 50 yil o'zgarmaydi deb Deng Xiaopingning vaqtida. Lekin 50 yil emas, 23 yildan keyin Xitoy bu kelishimni bekor qildi. Bu bir tarixiy hujjat, hozir kuchga ega emas deb bekor qildi. Hong Kong butunlay o'zgarib ketdi bulardan xabarlar bor. Ondan keyin 2015-yillari Obama bilan Xi Jinping kurashgan vaqtlarda Janubiy Xitoy dengizini harbiylashtirmaymiz degan Xitoy Obamaga, Amerikaga. Lekin hozir Xitoy Janubiy Xitoy dengizida necha harbiy bazalarni qurib bo'ldi. Dunyo savdo tashkilotiga kiradigan chog'da 2001-yili Xitoy dunyo savdo tashkilotiniki butun qoida, tuzum, qonun, farmonlarining hammasini qabul qilaman, bo'ysunaman degan. Ama hech qasiga bo'ysunmadi. Hech qasiga bo'ysunmay bu dunyo savdo tashkilotini faqat o'zi foydalanadigan bir o'ringa aylantirib qo'ydi Xitoy. Ondan keyin aqliy mulk o'g'irligi, endi fentanyl degan zaharli dori musosidan bu Amerikaga qayta va'da berib kelyapti Xitoy, lekin hech qasini qilgani yo'q. Shunga hozir Amerika bu Xitoyni tushunib yetdi bu jihatda. Xitoyniki bu kelishimga imzo qo'yishi, va'da berishining hammasi faqat dunyoni aldab, boshqani aldab, o'zini taraqqiy qildirishniki bir istadirganlik vosita degan narsani xulosaga keldi Amerika hozir. Bu qatim shu Amerikaniki Trumpniki Xitoyga qilgan ziyorat jarayonida mush ish intayin yuqori darajada gavlandi, kuchli darajada gavlandi. Mush jarayonda bir qancha alohida ishlar bo'lib ketdi.
Bularni sizlarga men qisqacha deb qo'yay. Uning birisi Amerikaga ketayotgan chog'da Rubio o'tganda kimni tutib olgan Maduroni tutib olgan vaqtidagi kiyimni, Maduro kelgan kiyimni kiyib olibdi nimada aeroplanda. Uni nima ish qilsanglar? Endi biz u xabarlarda bor nima Xitoy Rubio haqida embargo qilgan burun, embargo chiqargandi. Maniki Maduro, Rubio, ikkisiniki kiygan chapini o'xshash. Rubio Amerikaning prezidentlik aeroplaniga tushib Xitoyga ketayotgan vaqtida kiygan kiyimi ma'u. Biz Maduroni tutdik, sen meni tutsang bo'ladi deganda haq ma'nida. Men keldim oldinga, no'josam tutib baqqan degandek lamdasi ma'u. Bu intayin cho'ng xabar bo'lib ketdi dunyo bo'yicha. Xitoy ayni vaqtda Trumpningki oldingi qitimliq Trump prezident bo'lgan vaqtida 16-yildan 20-yilgacha Rubio haqida Rubioga jazo berish qarorini olgan. Qayda bo'yicha shu qaror ichida Rubio Xitoyga kasb bo'lmaydi endi. Shunga bu qatim Xitoyga vas bo'lmaydi aslida. Xitoyniki asli chiqargan o'ziniki qarori bo'yicha. Lekin bu qatim borgan bo'ldi. Shunga Xitoy bu ishni qanday qilsa bo'ldi deb Rubioniki Xitoycha yozilishini o'zgartdi bola. Butun Xitoyniki hujjatlari, torbatlardagi mazmunlarda Rubioniki Xitoycha yozilishi Xitoycha xatini o'zgartdi. Mushtaq kulgulik ishlarni qilibdi bu qatim. Dunyo kuldi bu ishga. Rubio Maduro tutilganchada kelgan chaponni kiyib aeroplanda o'tirib boshladi. Bu qatim Amerikaniki vakillar umiga, Xitoy bo'lgan vakillar umiga Xitoyga kirishdan burun ularning butun yonfon daftar, kompyuter hammasini yig'ib olib Amerika hukumati ularga pak-pakiz yangidan telefon va nimalarni berdi, kompyuterlarni berdi. Andan keyin Xitoyning ichida yurgan vaqtida Amerika hatto telefonlarga to'qqachilaydigan to'qdan tortib, to'q manbalardan tortib hamma narsani aeroplanga besib o'zi olib boribdi. Xitoyning temiga tiqib to'qqachilamanglar deb. Nima ish deganda Xitoylar axborot o'g'irlaydi, uchur o'g'irlaydi deb bu ishni intayin qattiq qildi bu qatim. Amerikadan qancha aeroplan bordiki o'qimayman. Bu qatim intayin Amerika intayin jiq-jiq apardi Xitoyga, shu Trumpningki ziyorat uchun. Cho'ng mashina o'qitmaydigan mashinadimi 50 nachisi beribdi. Agar sizlar videosini tayyorlab qo'ysam bo'pti-ku, shu mashinalarniki. 50 nachi cho'ng mashinalar va qap-qora. Bu mashinalar agar bir mashinada 4 odam o'tirsa 200 dak odam chiqadi endi. Undan boshqa bu 50 nachi mashinaki hammasining vazifasi bor, alohida vazifasi bor. Asosan Amerikadan bag'alarni qo'g'daydigan va boshqa. Buning ichida telefonga to'qqachilaydigan narsalarni o'zi olib boribdi. Xitoyga ishonmay. Bundan burun ko'rilib boqmagan darajada bu qatimki ziyorat intayin jiddiy bo'ldi. Ham shundoq kuchli darajada bir-biriga ishonmaslik ahvoli namoyon bo'ldi. Mana telefon, kompyuterning shirimshilarniki birsi endi. Andan keyin tunogin Amerikaniki umiga Xitoy bo'lgan ziyoratini tugatib, prezidentlik Air Force One degan aeroplan chiqib qaytib kelishdan burun haligi telefon, kompyuter hammani yig'ibdi. Andan keyin mushqitim 2 kunlik ziyorat jarayonida Xitoydan Amerikalarga bergan sovg'atlar bor ekan, ulardan tortib hammani yig'ib bir axlatxonaga tashlabdi. Aeroplanga chiqishdan burun ish qilib, Trumpniki aeroplaniga bu narsalarni hech qasini chiqarib qo'ymabdi. Undan boshqa xabar bo'lib ketgan yana bir ish, Trump Xi Jinping bilan Google'ni ziyorat qilish jarayonida gullarning yo daraxtlarning gapi bo'lib, Xi Jinping Trumpga ozroqcha bir alayda gulning urug'ini sovg'at qilib ekan.
shu urug'dan tortib tashib etibdi. Tashib etibdi, bu bak cho'ng xabar bo'lib ketdi. Ondan keyin mundaq bir ko'rinishim chiqdi, bu aslida video edi, men sizlarga bir rasmni ko'rsatib qo'yay. Bu aeroplanga chiqishdan burun Xitoylik bergan sovg'atlarning hammasini bir axlat sanduqiga tashlab etgan. Bundaq bir ko'rinish chiqqanda, men sal gumonlanib, bundaqmi qilmasa qancha bo'lsin deb. Trumpning aeroplani deb tashlasam, bu marisimiz yolg'onki, lekin ashtaq o'qishibdi xalqlar. Ashtaq o'qishib, hozir mushrasimi bakkab, videomi bakkab tarqalyotdi. Ashtaq bir ishlar bo'lib ketdi. Ondan keyin yana bir qiziqarli gap, Xi Jinping bilan Trump ikkisi bir uyda safada o'tirib paranglashgan chaqda Xi Jinping nima Trumpdan igiz ekan, o'ltirgan vaqtida igiz bo'lib qolibdi. Amaliyotda Trump Xi Jinpingdan igiz. Bunga vaqtlarni ko'rsanglar, lekin safada o'tirganda Xi Jinping Trumpdan igiz bo'lib qolibdi. Bu nima shunday desanglar, Xi Jinping'niki o'rnining ostiga bir narsa qo'yib igiz qilib qo'yibdi uni. Qilib qo'yibdikan, hozir buni torlarda taqilib qiziq paranglarniki birisi bo'lib ketdi. Xitoyniki qaysi darajada tetiqsiz, deymiz, tetiqsiz o'zini ustun ko'rsatish uchun o'rindiqni ostiga bir narsa qo'yib qo'ygan gap endi. Shu darajaga berib ketdi bu qadam. Andan keyin Trumpniki qo'g'irg'ichlar bilan Xitoyniki bexatarlik odamlari bular o'rtasida biroz to'qinishlar bo'ldi bu qatimina. So'qishlar, ajoyib ishlar bo'ldi ekan oqida. Oldin ko'rinishda bo'lmagan bilan oqisida Amerikaliklar bilan Xitoyniki qo'g'irg'ichları xil so'qishdi ekan odatda. O'tgan qatim bir qatimliq shu Trump bilan Xi Jinping ikkisi borgan Amerikada emas, Xitoyda emas, boshqa bir davlat. Shu chog'da Amerikadanki qo'g'irg'ichları Xitoyni yegi besibdi ekan. Amerikalıqlar bir somkini akraman desa Xitoylar uni eslayapti. Akramaysan deb shuni tutaman degan chog'da Amerikalik qo'g'irg'ichlar bir Xitoyni yegi besib qo'lni qarib ashtaqa qilishlar. Ammo bu qatimmi ashtaqa bir qism so'qishlar bo'libdi. Andan keyin Tiantang degan yerni ziyorat qilayotganda Trump shu Amerikalik umaklar bilib olgan muxbirlar bularning hammasini bir qarang o'yga solib qo'ydi Xitoylar. 30 minutda chiqaqil qo'ymay. Shuning bilan bu muxbirlar bu ko'rinishlarni butun dunyoga taqdim etdi. Xitoyniki naqadar vahshiy, naqadar qo'rqinchli ekanligini. Undan taqdim etdi. Andan keyin bir yerda Amerikalik umakniki bir mashinasi yo'lning bo'yida 2 minut to'xtatdi ekan, 2 minutlamkan buni kamera orqali ko'rib olib Xitoylar bu mashinaga $50 jarimani qo'yibdi. Shuning bilan Xitoydagi odamlarni kuzatish kamerasining qaysi darajada taraqqiy qilganligi, qaysi darajada kuzatilganligi haqida cho'ng medialar shuni xabar qilib berdi. Amerikaning bir mashinasi bir ko'chada to'xtab 2 minut turib qo'ychilik, uniga $50 jarimani kelibdi. Shuning bilan butun kameraning ishi dunyoga cho'ng xabar bo'lib chiqdi. Xabarlarni o'zini ko'rsanglar, intayin qiziqarli amaliyotda. Andan keyin yana bir narsa, bu qatim Amerikaniki uyumiga Xitoyga berib, aeroplandan tushgan chog'da qatori tizilibdi Amerikadan borganlar, 20 dan jiqroq odamlar, menimcha farazimcha. Ana Xi Jinping har birisilarni ayrim-ayrim qo'l olib kirishdi. Ashta qilgan vaqtida Amerikaniki davlat mudofaa ministri Haxes bilan yana bir Trumpniki bir maslahatchisi bor. Steve Miller degan. Bu ikkisi qappog'ini turib Xi Jinpingga hech qanday chirinashmadi. Meyadagi Aydınbaş Steve Miller degan odam qishida Haxesmi bor. Haxesniki turqi shundoq. Vaqatim Xi Jinpingga ko'rsatgan chiroyimiz shu buniki. Shunga bu videolarni intayin ko'p tarqalib ketdi medialarga. Şunu sizlarga bir ko'rsatib beray dedim.
ishqilib yaqinda Xitoyni to'g'ri tunish jihatda dunyo bo'yicha bir cho'ng yuksalish bo'ldi. Hozir Amerikadagi senatorlarniki gapini anglagan bo'lsanglar, Xitoy to'g'ri qilgan gapini. Intan uchiq oshkora Xitoyniki bir qandaq narsa ekanligini, Xitoy Kompartiya hokimiyatining qandaq narsa ekanligini oshkora deydigan bo'lib ketdi. Masalan, tunugun Amerikaniki senatori Rick Scott degan kishi muxbirlar kirishgan chog'da bir gapni dedi. Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki o'zgarish hokimiyatida o'zini o'zgartiradigan bir qobiliyat yo'q. Uning sababi nima desa, Xitoy faqat dunyoni aldash orqali, Xitoy Kompartiya hokimiyati faqat dunyoni aldash orqali o'zini saqlab tura oladi degan gapni dedi. Senator. Ondan keyin yana bir ish bor, sizlarga deb qo'yay. Shu 13-may kuni Trump Xitoyga qarab minishdan oldinlamkin Amerika parlamenti bir qonun loyihasini tasdiqladi. 1259 degan qonun loyihasini. Buningda shu Xitoylar turmush surib olgan 4 tak siyosiy muxbislarni qo'yib etish haqida. Bunun ichida Gulshan Abbas mı var? Gulshan Abbas sanımızdaki hadisi Gulshan Abbas mı var? İsmi atağılık kanun layısıda. Andakin Hong Kong'dan tutup ketken Jimmy Lai degen adam, yine başka iki adamlar var. Aşağıda müştahakıda müştahını Trump Xitayga bağlan çağda müştahını koydurup etiş hakkında müştah bir kanun layısını tasdiqlagan Trump yolu çıkıştan burunlamken. Lekin bu qatımki 2 kunlik ziyaret jarayonida Gulshan Abbas'niki isminin bir yerde chiqqanligini anglamadim men. Trump Jimmy Lai degan Xitoyni, Hong Kongdagi Xitoyni ismini chiqaribdi. Lekin Xi Jinping yaqin kelmabdi. Bu to'g'riq yana qayta o'ylanmasak bo'lmaydi deb ashta debdi. Burun bir qism siyosiy muxbislarni Amerika mushtaq qutlurib chiqalagan deydi. Masalan, Rabia Adams mı var bunun içinde? Yani başka ama var. Amerika hükümeti kurtulup çıkan. Bu kadın gerçekten bir kanun layihasını ötküzüp hatta Trump ismini çıkarıp kapatkan olsa mı Jimmy Lai'den tartıp koyup vermedi bu kadın. Analistlerin deyişçe Xi Jinping Trump'a üzerindeki kançı yamanlığını köstüp koyu deydi. Eğer bunu Jimmy Lai'ni koyup versem ben aciz günüm kalım deyip üzerindeki kançı noçı geldiğini köstüp koyuş için bunu hoşlanmadı deydi. Işqilib siyasi muxbislarni qo'yib etish ishida bu qatim hech qanday yengillik bo'lmadi. Andan keyin bu qatim bo'lgan yana bir ish, albatta men deganimdek bu 3 kunlik ziyorat jarayonida Xi Jinping boshdan oxir Trump bilan bilishdi. Bu oldingi necha qatim muxlislar intayin cho'ng farqi bor. Xi Jinping'niki Trump'a qandaq muomala qilganligi. Obama Xitoyga borganda Obamaga qizni gilammi sanmay, igiz shutimi qo'yib bermay aeroplanga. Obama aeroplandagi oq tarafidagi paka yerdan tushgan. Ashta qilgan shunchalik mazaq qilgan Obamani. Andan keyin o'tganda Angliyaniki bosh ministri Keir Starmer degan kishi ziyoratga bordi o'tganda bu odam Xitoyga qo'shamat qilib Londonda Xitoylar setvilib konsulxona qilmoqchi bo'lgan bir tarixiy cho'ng binoni Xitoyga berdigan qaror elib andagi Xitoyga borgan. Ehtimol xabarlarda bordi. Xitoy Londonning qoq o'ttirsidagi bir cho'ng tarixiy binoni setvilib uni Xitoyniki konsulxonasi qilaman dedi. Bunga nurg'un odamlar qarshi chiqdi, cho'ng namoyishlar bo'lib ketdi, nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Ashunga qaramay Angliya shu bosh ministerliginiki yetakchiligida, Starmer degan odam yetakchiligida shu binoni Xitoyga setib berdi. Setib bergan bo'lib, shu qarorni yapilib Xitoyga borgan. Shu Google'ning sayt qatqa vaqtida deyman. Sayt qatqa vaqtida Starmer Angliyaniki bosh ministri Xitoydan biror rahbarmi yo'q.
ma bir odatdagi qo'g'dug'ichi tarjimon yo'l nima sayohatni sayat qildirdiq odam bila aylandi demaslar mani oshunchalik mazoq qildi bu xitoyniki namoyon qilgan uchur nima desanglar sen bizning oldimizda hech emas degandek mumkin ana maqatim Trump olgan vaqtida Xi Jinping 2 kun birga aylantirib qo'lini tutib degandek qilib yurdi mushtaq bir ishlar bo'lib ketdi shunday qilib bu qatimki sayohat haqida mushtaq dabki tunagun Amerikaniki nimasi qaytib keldi hozir yana nurg'un analizlar chiqyotidi qisqasi savdo jihatda cho'ng ish bo'lmaydi xitoy 200 bo'yinga aeroplanni olman dedi lekin uniki elishidan kishilar intayin gumon qiladi mana shundoq xitoy buni burun ko'p qatim va'da berib hech qaysini ijro qilmagan bu qatim mashtaq bo'lishi mumkin deydi hozir bu ikki davlatniki bir biriga ishonmaslik darajasi intayin kuchayib ketyapti masalan deganimdek endi İran'ı şey kelsak, İran işide yenilik yok. Amerika hazır Hormuz boğazını hazır to'sib oldi. Tünögümü yoki bir nökümü İran bir Xitoyning parxtini tutib oldi. Xitoyning parxtiga odam chiqarib, uni tutib bir yerdan Amerikaga yetkazib aketdi Xitoynikini. Bulupmu muaqatim Xi Jinping İran masalasida sal Amerika bilan bir maydonda turdiganligi bulupmu İranniki yadro qurolisi bo'lmaydi degan masalada pusa bo'ldi bizmi qo'shilmaymiz unga degandek anadikin İran ishida biz yordam qilmaymiz degan gaplarni dedi ashta boshqa hozir İrandimi Xitoyga nisbatan bir xil gumon paydo bo'ldi deb o'ylayman men shu sababdan oldingi kuni bir Xitoyning parxtini tutib bir yerdan Amerikaga kelib aketdi anniki qolgan jihatlarda Amerika İranniki söhbeti, kelishim tuzdigan söhbeti haqida 5 qatimdak İran bugunisi ma'qul deb Amerikaniki chiqargan shartlariga atisi o'zgarib oldi. Men bu ishning oqisida Xitoy bor deb o'ylayman, lekin medialarda bundan gap chiqmaydi. Ish qilib, ashta o'zgarib oldi. Hozir shuning bilan Amerika İranniki degan gaplarga qat'iy ishonmas darajaga kelib qoldi ilojisiz. Hech qanday ish bo'lmagan ekan. Shunga ati o'ginishida Amerika bilan İsrailga İran'a yeni bir çoğun hücum başlaşı mümkün deydi. Hazır başka amal bulmagandan keyin, söhbət bilan hal qilish imkoniyati bo'lmagandan keyin çoğun hücum başlaşı mümkün deydi. Endi Rusiyani ishga kelsak, Rusiya bilan Ukraina o'tirsida 5-yangi 9-kundan 11-kunigacha urushni to'xtatib turish kelishimi tuzgan bo'la. Lekin bu kelishim icra bo'lmadi, undakilar meni bir-birisiga hujum qilishni boshlab ketdi. Bu jihatda yaqinda bo'lgan bir cho'ng ish, to'qinchilar Rossiya nimada Moskva Qizil maydonida ikkinchi dunyo urushniki oxirlashgan kunini xotirlash yuzasidan bir paraddan o'tish faoliyati qildi. Lekin bu yilgi faoliyat tarixdagi eng kichik bir faoliyat bo'ldi. Jami 45 minutla davomlashdi bu. Aniki yana birisi hozir Ukrainaniki uçquchisiz aeroplanni Rusiyaning 70% joylariga bora olgan bo'lib ketdi. Hozir Ukrainaniki uçquchisiz aeroplanlari Rusiyaniki nurg'un joylarga berib, muhim harbiy qurol-yarog' yoki boshqa muhim o'rinlarga hujum qilib, Rusiyani vahimaga savatdi yaqinda. Shuning boshqatim u nima Ukrainaniki aeroplanlari, uçquchisiz aeroplanlari Moskvaga borar ekan, Qizil maydonning portlatar ekan. Ashta bo'g'ashqa bu qatim faoliyatni qilishdan burun Putin Trumpga deb, Trump Ukraina Zelenskiyga deb shu paradni o'tish faoliyati bo'lganda 5-9-kuni Qizil maydonni portlatmay tursang deb talab qildi buni. Putin Trumpdan, Trump Zelenskiydan. Shuni Zelenskiy unga ma'qul bo'lib Moskvadagi Qizil maydonining 4 bulunidagi koordinatini berib Rossiyaga biz mana 4 koordinatni, mana 4 nuqtaning ichiga hujum qilmaymiz, qolgan yerlarga biz hujum qilmaymiz demaymiz deb. Ashta qilib, ashtan bilan bu faoliyat bo'ldi. Faoliyat jami 45 minut. O'ylab baxsam bo'ladi, Rossiya hozir musharaka chiqib qoldi.
chiqib qoldi. Shuning bilan hozir Putinninki kayfiyati intayin yaxshi emas yaqinda yoqi. Shu 9-chilarniki oldi keynida Putin Ukraina bilan bo'lgan urush tez oxirlashadi degandek gaplarni qildi. Hozir endi Putinga analizlarning deyishicha Rossiya ichidan Putinga bu kelgan besim intayin kuchli. Rossiyaniki bek ko'p askarlar o'lib ketdi. Hozirmi o'layotgan, urush o'layotgan odamlarniki nisbati Rossiyaniki Ukrainadan 5 narsadek jiq. Har haftada 10 minglagan rus askarlar o'lib ketyapti. Aniki iqtisodiymi bek nachar ahvolda. Shu urush to'xtaydi degan gaplar jiq kuchayapti. Ani qanday bo'ldi buni bilmaymiz. Vaqtimki qiziqish tunögün 15-sila Amerika Trump ümeklari Xitoydan qaytib keldi. 20-sila Putin Xitoyga rasmiy davlat ziyarati uchun bormoqchi bo'ldi. 20-sila tarafda. Odam turib hayron qoldi. Bu Xitoy nima uchun bu dunyo Xitoyning tarafida cho'g'laydi dedi. Mana hozirda Amerika bordi, u kep o'g'chilik Putin bor ekan, Xitoyning tarafida cho'g'layotdi. İranmi shu, Venezuelami shu, Shimoliy Koreyami shu. Bu acayip. Bu dünya acayip bo'lyotdi. Xitoydek rezil bir davlat qanday bo'lib mushtaq bir salohiyatga erisha oladi? Odamning qalbini o'tmaydi. Bizning hammamizniki ko'ngli bak yerimdi. Bizning beshimizga kelgan nog'irchilik, adolatsizlik. Lekin hozir dunyoning nariga qarasa, ashtaq bo'lgandan keyin birisi kulib qilyapmiz. İkincisi derdimizni aytadigan yetib olmayapmiz. Ashning bilan ro'yijatdan intayin azobli yashayapmiz biz. Ajoyib bir dunyo bo'lyapti. Anlakin bir gapni unutib qolibman. Mushqatim Trump bilan Xi Jinping parangiz jarayonida abadiysak dedim-ku deyman. Jarayonida Xi Jinping so'rab qilibdi Trumpdan. Agar biz Tayvanga hujum qilib qolsak, sizlar Tayvanni qo'llamsizlar deb. Trump bu savolimning javobi bor. U javobni faqat men bilaman, ammo sen demayman deb shuni dedi maqat debdi. Yaqinda bo'lgan yana bir ish, shu bir haftaniki oldida İran bir Amerikaning bir aeroplaniga harbiy paraxotiga 110 boshqariladigan bomba yetibdi. 110 bir paraxotga 110 boshqariladigan bomba. Bu Amerikaning paraxoti shu Hormuz bo'g'ozining atrofida bo'lg'achqa bu bombalar 30 sekundlik vaqt ichida kap bo'ldi ekan nimaga? Amerikaning paraxotiga. Lekin Amerikaniki askarlari shundaq 2-3 sekund ichida qaro qilib harakatga o'tib bu 110 boshqariladigan bombaning hamma etib tushiribdi. Birsini tegmayapti paraxotga. Nima uchun Iran bunday qildi desa, hech bo'lmasa Amerikaniki bir paraxotni olsami bir uni o'q tekkizib, uni bir hayron qilib etib, dunyoga bir e'lon qilib olsak, yuzimizni sal ko'tarib olsak deganroq maqsad qilgan ish bu. Lekin 110 boshqariladigan bombaning hamma etib tushiribdi Amerika. Shuni birsini tegmayapti. Endi bugun so'ragan 4-mazmun Xitoy haqida. Yaqinda 2 voqea bo'ldi. Uning birisi shu Kaliforniya biz turadigan yaqin 150 kilometrda keladi. Arkadia degan bir shahar bor, Los Angelesning qo'shida. Bu Xitoy shahri. Los Angeles shahrining atrofida bir necha Xitoy shahri bor. Xitoy shahri degan gap nupusniki ko'pincha Xitoylar endi. Shuniki odamlarniki. Bu Arkadia degan shu Xitoyning shahri. Bu shaharga 1993-yili Sichuandan kelgan bir Xitoy ayol Ellen Wang deydi, bir Xitoy ayol shahar boshlig'i bo'lib ekan. Yaqinda bu ayol tutildi. Nimishqa deganda bu Xitoyga ishlagan, shu shahar boshlig'i bo'lib yurgan jarayonda Xitoy uchun ishlagan deb bu ayolni tutdi, Amerika tutib. Lekin Amerika sud bilan biroz kelishim tuzgan o'xshaydi. Shu ayol shu.
hozir 58 yoshmi o'shtaraq kam ayol shuni kiribdi uzun muddat shahar boshlig'i bo'lgan ekan bu ayolning qilgan ishlarininki birisi amerika xabar markazida bir to'rbat qurib shu yerda xitoy o'tib bergan mazmunlarni uturliq chiqarib turibdi shu amerikadagi xitoy jamoati uchun bu shuni chiqarib turibdi ashtaq chiqarilgan mazmunlar ichida 2021 yili xitoy o'tib bergan bir maqola bor ekan u nima maqola desanglar uyg'urlarniki irqiy qirg'inchilik bilan sharqi turkistondagi majburiy emgak ishlarini inkor qildigan maqola bunimi xitoy mushxutni o'tib turibdi bu xutun shu o'zining to'rbatiga chiqargan ekan mushu bu qatimki bu xitoy tutilib kesim kesilgan chog'da mush ahvol uyg'urlarniki irqiy qirg'inchiligi va uyg'urlarniki majburiy emgak ishlari mushu alayda til qilindi jiq tarqalib ketdi bu xabar yana bir xabar o'tgan hafta Lu Jianwang degan bir xitoy qo'lga olindi amerikada bu xitoy nima ekan desanglar hozir xitoy hukumati dunyoniki nurg'un joylarda saqchi punkt qurib oldi nyu yorkniki manhattan degan eng qaynoq bozirdimi xitoyniki bir nimasi bor ekan saqchi punkti xitoy shu saqchi punktini mangdirayotgan xitoy ekan bumi yaqin qo'lga olindi ikki narsa o'tgan hafta cho'ng xabar bo'lib ketdi amerikada andan keyin yana bir xabar yaqinda chiqqan xitoy virusi ishlaridan keyin amerikadagi Falun Gongchilar amerikadagi ba'zi shirkatlar ustidan arz qilgan bu shirkatlarningki birisi Cisco degan bir shirkat bu Cisco degan shirkat xitoyniki Huawei degan shirkatga o'xshashroq shirkat Huawei o'ziniki butun mahsulotlarini shu Ciscodan o'g'irlagan cho'ng shirkat bu butun shu xabarlashish uskunalarini chiqaradigan shirkat bu Cisco ayni vaqtda xitoyniki shu odamlarni kuzatadigan kamera ishlab chiqarish ishlari jihatda xitoyga intayin cho'ng yordam qilgan ekan buning ichida uyg'urlarmi shuni qurboni bo'lib ketdik yordam qilgan ekan shu Falun Gongchilar bu shirkatning ustida arz qildi ekan 2011 yili 15 yildan keyin o'tgan oyda amerikaniki oliy sudi bu ishni bu diloga qarab chiqadigan bo'libdi shunga bu bir xabar bo'ldi uningga bu arzining ustidan qandayroq hukm chiqardi aniq emas lekin oliy sud buni ko'rib chiqadigan bo'libdi andiroqda 15 yildan keyin endi yana bir xabar texnologiya haqida bir yaqinda dunyoda noma'lum uchar taqsa haqida xabarlar chiqib ketdi bu xabarning manbasi nima desanglar Trump buyruq emas bir yo'lyo'riqdek bir narsa chiqarib mana shu noma'lum uchar taqsa haqida amerika to'plagan axborot uchurlari shuni oshkorlab etish burun maxfiy ashani oshkorlab etish to'g'riliq bir narsa chiqaribdi Trump ashuna bilan amerika hukumati noma'lum uchar taqsa haqida 160 tek dilolarni oshkorlab etdi bizdeki bor ma'lumot shu deb men ularga qarab chiqdim bularning ichida boshqa planetadan kelgan tashqi planeta odamlari jonivorlari cho'qim bor ekan degan xulosa chiqarg'ili bo'ladigan bir narsa yo'q uning ichida kim nima deganligi kim nimani ko'rganligi ashtaq nazmonlar bor lekin bular jazmlashmagan bir qismlari tashqi planeta odamlariniki yer shariga kelganligini isbotlab berolmaydi yana birlarini tushundiga olmaydi bu rost tashqi planetadan kelganmi yoki o'zidan chiqib qolgan narsami degan narsalarni ish qilib mush xabarlarni anglasanglar man deb qo'yay dedim bu narsa jazmlashmaydi amerika bundan keyin yana bir qism dilolarni oshkorlamoqchi bu jihatda shunga bu ishda jazmlashmagan ish deb o'ylasanglar bo'ladi man sizlarga burundan tortib deb kelgan man tashqi planeta jaliqlar yashaydigan tashqi planetalarni topib tepishga ishlatilgan
teleskopning ishini 15 yildan jiqroq qildim. Bu sohaga izchil diqqat qilib kelyapman. Men ishlagan, men yasashga yordamlashgan teleskop shu bir yilning ichida qo'yib berildi, osmonga chiqarildi. U teleskop chiqqandan keyin bir qism tashqi planetalarni bevosita ko'rgili bo'ladi. Onun ichida jonliqlar bormi yo'q o'qmaymiz, lekin bu ish taraqqiyot etdi. Chiqib mana UFO noma'lum uchar taqsa haqidagi uchurlarniki yakuni tashqi planeta jonliqlari jazmlashmadi. Buni mashtarhat tushunsanlar bo'ladi. Ondan keyin shu 12-yillar NASA yana bir narsani taqatdi. Bir rasm, Marsning ustidagi rasm. Bu Marsning ko'rinishi va Marsniki va Marsni tekshirayotgan tekshirish mashinasining ko'rinishi. Bu rasmni mashinadan o'zi tatgan. O'zi o'xshamagan ko'rinishlardan 61 parcha rasm tatib Yasharga o'tibadi. Yashardagilar NASA bu 61 parcha rasmni birlashtirib Marsni yasab chiqdi. Shunga bu 61 parcha rasmniki jug'lanmasi, pishiqlab ishlab chiqargan nusxasi ko'rinish Marsning haqiqiy ko'rinishi. Shu 12-yillar Marsni e'lon qildi. Shunga bularni sizlarga bir deb qo'ydim. Shuna qilib bugun sizlarga mazmunlar oxirlashdi. Oldimizdagi 27-yillar yana 11 kundan keyin Qurbonayiti bo'ladi ekan. Sal baldir bo'lsinmi? Hammanglarniki Qurbonayitiga muborak bo'lsin. Men kelar qatim video chiqargan chaqda Qurbonayitiga kirib qoldi ekanmiz, o'tib ketib qoldi ekan, shuni bir deb qo'ydim. Bu damsa bugun mashinalarda so'zlay. Kelar qatim kirishga omon bo'linglar. Xayr, xush Allohga omonat.